Va mana hozirgina bizni balansimizga 3350 rubl tushib keldi. Agar siz ham xuddi mana shunaqa plushlamoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Hammaga salom, sizlar bilan internet. Bugun sizlar bilan bitta cho'tki bot orqali plushlash ko'rib o'tamiz va bu videoda pul ham chiqarib ko'ramiz. Videoni boshlashdan oldin обязательно kanalga obuna bo'lib, ko'rayotganingizdagi like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu video juda ham qiziqarli bo'ladi. Bu videoga men juda ham ko'p tayyorlanganman. Shu sabab videoga like bosib qo'ysangiz rekomendatsiya chiqadi va bizni ko'proq odam ko'radi. Bo'lmasam, gapni ko'p cho'zib o'tirmasdan videoni boshladik. Mana biz botimiz yotib oldik. Biz botimiz Bugs Bunny deb nomlanadi. Bu botda qanday pullaymiz? Bu botni manzillangancha Telegram kanaliga tashlab qo'ygan bo'laman. Telegram kanalda bemalol o'tib ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Hop, nachat robotani bosamiz. Hop, xuddi mana shunday narsalar chiqadi. Instruksiya, ya'ni bu yerda qanday ishlashni o'rgatib o'tadi. Xohlasangiz o'qib chiqsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz o'zingiz o'zimni aytib o'taman hammasini. Hop, ya 3 yilda bosamiz va xuddi mana shunaqa bo'lim ochiladi bizga. Birinchi bo'lim получить ссылка, ikkinchi bo'lim YouTube ne работает. Bu qachonki biz xullas bu yerda qanday pul ishlaymiz? Bu yerda YouTube ga tayyor shortslar beradi. Shu shortslarni biz o'zimiz kanalimizga qo'yishimiz kerak bo'ladi va ular prosmotriga qarab bizga pul beradi. Xo'p, o'sha pullarni bemalol chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi va ko'pchilikda xayolida bitta narsa bo'ladi. Nima YouTube'da shorts video olamiz ekan, bizni ko'p prosmotr yemaydi. Bunaqa narsalar hech qanaqa xavotir olmasangiz ham bo'laveradi. Bitta bot kanal ochib, ya'ni bu hozir masalan birinchi o'rinda biz nima qilamiz? Video davomida tushuntirib o'tib ketaman. My kanaliga bosamiz. Sizni kanalingizda bu yerda umuman kanal bo'lmaydi va siz bu yerga kanal pastda turibdi, добавить kanal turibdi. Ana shuni sevib olishimiz kerak bo'ladi va bu yerda qanday qilib kanal qo'shishni to'g'risi hozir ko'rsatib o'tishim ham bo'ladi, lekin hozir meni qo'shilmagan kanalimni o'zi qolmagan to'g'risi. Shu sabab bu o'sha oldin video qilganman va qilganimda ko'rsatib o'tganman qanday kanal qo'shishni. Ana shuni bemalol o'tib ko'rishingizlar bo'ladi. Buni silkasini ham Telegram kanaliga tashlab qo'ygan bo'laman. Mana shu videoni qanday kanal qo'shishni. Kanal qo'shish juda ham oson. Примерно 2 minut vaqtingiz yetsa kerak. Keyin nima qilamiz? Keyin получить ссылка bosamiz va mana meni ko'rasizlar 1 2 3 4 5 6 7 ta kanalim ular ulangan ekan va xohlaganimda hozir pullashlashim mumkin bo'ladi. Masalan, bizda ko'ryapsizlar 1 dan 3 turibdi. 1 chiqcha 3, ya'ni biz bir kunda bitta kanalga maksimalni 3 ta video olishimiz mumkin bo'ladi deb yozilgan, lekin hozirda desmasam test ketyapti va xohlaganingizda 10 tagacha video olishingiz mumkin va sizlar bir kunda minimum 3 ta video olishingiz kerak bo'ladi. Nima ekanligini men hozir videoni davomida aytib o'taman. Hop, video olish qanaqa bo'ladi? Hop, TikTok ishlash, ya'ni men ochgan akkauntimni bosamiz, ya'ni siz добавить qilgan, ya'ni qo'shgan akkauntingiz bo'ladi mana shu yerda. Va mana bu yerda silkani bosishingiz kerak bo'ladi va YouTube'da обязательно ana shu yangi ochgan akkauntingizda turgan bo'lishi kerak. Va mana ko'ryapsizlar, TikTok ishlash akkauntga o'tib olamiz YouTube'dan. Bo'ldi, bu yerdan chiqamiz YouTube'dan, endi esa Telegram kanaliga o'tamiz. Endi bu yerdan haligi silkaga bosamiz ustiga. Va mana xuddi mana shunaqa video, shorts video ochiladi. Bu yerda nima qilamiz? Hop, bu yerda mana buni ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Mana bu turibdi, shuni ustiga bosamiz. Va bu yerdan zelyoniy ekranni ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Va tepada mana buni ustiga bosamiz va buni oxiriga tortishimiz kerak bo'ladi. Обязательно oxiriga tortamiz va OKni bosib o'tib ketamiz. Mana shu yerda ozgina atrofga tutishimiz kerak bo'ladi. Va dalshini bosamiz. Va bu yerga naзвание deyapti. Naзваниyani xuddi shu videoda nima ko'rsatilgan bo'lsa, shuni yozib qo'yasiz. Masalan, telefonni g'isi bilan sindirdi. Bu yerga yozamiz on сломал telefon s kirpichom. Bo'ldi. Bu yerga esa ограничение dastur bo'lsa, agar открыть dastur qilib qo'yasiz va pastroqqa tushib mana bu yerda video net для детей-ni bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi va oxirida загрузить bosasiz. Va bo'ldi. Mana ko'ryapsizlarmi? Bu yerda ancha video olib qo'yganman va menda 70 dan ortiq 70 ta podpiska bo'lar ekan. 154 ta video qo'ygan ekanman. Prosmotrini ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. 700 ta, 1000 ta, 500 ta, 600 ta, xullas har xil 1000, 3000, xullas mana shunaqa ketaveradi. Va hozir videoni oxirigacha kutamiz загрузка bo'lishini. Bo'ldi, mana загрузка bo'ldi. Endi shu videomizni ustiga bosamiz. Like bosib turib endi silkasini kopyalab olishimiz kerak bo'ladi.
endi Telegramga o'tib ya shu сделал deb bosamiz. Bo'ldi, endi bosganimizdan keyin silkasini tashlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ha bo'ldi, mana bizni videomiz добавленdan bo'ldi. Endi esa orqaga qaytamiz. Orqaga qaytganimizdan keyin esa biz hop videoni qo'ydik. Endi bizga qancha pul beradi deyishingizlar mumkin. Bu yerda pul to'lanadigan summa hop har bitta 1000 prosmotrga bu yerda 20 rubl to'lanadi. Ko'rasizlar, 20 rubl. Bu yomon emas, chunki agar siz 3 ta kanal ochasiz, 3 ta kanal ochganingizdan keyin sizlarga o'zim takkan kurs aytyapman. 3 ta kanal ochganingizdan keyin uchalasini ham ulaysiz va har kuni uchala kanalga bittadan video joylaysiz, ya'ni 3 ta minimum. Nimaga minimum? Chunki pul chiqarish uchun kamida 3 ta videodan 15 kun davomida qo'yib borgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Keyin esa pul chiqarish dastupiga ega bo'lasiz. Shuning uchun minimum 3 ta video olasiz. Va nima uchun bunaqa 3 ta har xil kanal ochyapmiz, hammasi bitta video qo'yapmiz, undan ko'ra bitta kanal ochib 3 ta video qo'ysak bo'lmaydimi deyishingizlar mumkin. Bo'laveradi, lekin sizlarga osonroq bo'ladi, chunki rekomendatsiyaga chiqish osonroq bo'ladi. Agar bitta kanalda 3 ta video qo'ysangiz, siz videongiz unchalik rekomendatsiyaga chiqmasligi mumkin. Agar 3 ta kanaldan bittadan video qo'ysangiz, o'sha rekomendatsiyaga chiqish ehtimoli, ya'ni prosmotr olish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Hop, endi siz video ham oldingiz deylik, hop prosmotringiz yedi, videolar olyapsiz. Endi esa nima qilamiz? Endi esa mo'y statistika bormaydi-da. Siz statistikangiz bo'ladi mana bu yerda. Ko'ryapsizlar, mana men 495 ta video joylaganman va 210 mingta prosmotr bo'lgan. Lekin bu ozgina kam, oldin ko'p edi. Nimaga? Chunki bitta akkauntim anchagina yaxshi rivojlangan akkauntim. O'sha bilasizlar, ko'pchilik bilsa kerak. Yoshingni подтвердить qil dedi. Agar подтвердить qilsangiz 14 kundan keyin o'chib ketadi. Ana shu xabarni men ko'rmay qolganman va 14 kundan keyin akkauntim o'chib ketgan va bilsam o'sha hisobga o'chib ketgan ekan va bu yerdan o'sha akkauntimdagi o'sha prosmotrlar, videolar soni bu yerdan o'chib ketgan. Va bu yerda zarobatini deyapti. 4209 rubl ishlagan ekanman. Hop, 2 vyuplata deyapti. Ya'ni biz chiqarib olishimiz mumkin bo'lgan summa o'rtada turibdi mana. 2289 rubl. Vyuplatina deyapti. Men chiqarib olganim 1920 rubl chiqarib olgan ekanman. Endi esa padat zaявкani bosamiz. Bu pul chiqarish uchun aytganimdek 15 kun patriat 3 ta videodan olish kerak va minimalniy hisobingizda 500 rubl bo'lishi kerak. Mana bu yerda yozib o'tilgan. Padat zaявкani bosamiz va mana xuddi mana shu narsa beriladi sizga. Mana bu nomer zaявка kopировать qilib olamiz va mana bu yerda bergan odamga yozishimiz kerak bo'ladi. Hop, Yevgen Rasilyan shu. Privet deb bosib qo'yib, mana shuni bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va bu o'zi bizga aloqaga chiqadi. Shundan keyin men videoni davom ettiraman. Va mana nihoyat oradan 27 soat o'tgandan keyin Yevgeniy bizga yozdi va bizga pulimizni taqdim etildi. Mana yozib tashlagandim men. Xullas, men pul chiqarish xohlayman va sizning pulingiz atrofga bo'ldi deyapti. Mana menga chek tashladi. Bittasi 1000 rubllik, bittasi esa 2300 rubllik. Hammasi bo'lib 3300 rubl bo'lyapti. 3300 rubl hozir mana shu yerda so'mda qancha bo'lishi va dollarda qancha bo'lishi mana shu yerda chiqib kelishi kerak. Hop, endi esa nima qilishimiz kerak? Biz получить bitta bosamiz va bo'ldi. Endi qaytib chiqamiz va endi ikkinchi chek tusi ham bosamiz va получить va bo'ldi. Mana ikkalasi ham qabul qilib oldik. Endi esa открыть kошелькani ochamiz va mana ko'rasizlar, bizda 42 dollar paydo bo'ldi. Bu yerda 13 dollar, bu yerda esa 29 dollar. Xullas, hammasi bo'lib 43 dollar paydo bo'ldi. Endi esa buni qanday qilib chiqarib olamiz? O'zimizning payr kошелькimizga. Buning uchun nazarda bosamiz. Keyin esa mana bu P2P ustiga bosamiz. P2P va bu yerdan Product, mana ko'rasizlar, Product bu sotish. Shuni ustiga bosamiz va bizga kerakli bo'ladigan UTRK, ya'ni UST. Va bu yerdan ko'rasizlar, bir dunyo narsalar bor. Xohlaganingizga chiqarib olsangiz bo'ladi. SPP, T-Bank, Sberbank, Alfa-Bank. Xohlasangiz o'sha ruskiy kartalarga chiqarib olsangiz bo'ladi. Bu yerdan anchagina ko'p va biz bu yerdan payerda qilishimiz kerak bo'ladi. Mana pastki bo'limlardan hammasini qarab chiqamiz va mana payerda bu yerda bor. Payerda ustiga bosamiz. Va mana ko'rasizlar, ko'pgina o'sha bo'limlar bor. Mana ko'rasizlar, birinchidan turgan bu kurs, ya'ni 1 dollar qancha rubl bo'lishi? 1 dollar 81 rubl bo'lar ekan. Bunisi 7908 rubl, bunisida 7908 rubl. Bunda ham xuddi mana shunaqa ketaveradi. Va bu yerda qaysinchi e'tibor berishimiz kerak? Birinchi o'rinda kurs va ikkinchi o'rinda mana bu 10k turibdi. Bu minimalki
minimalga o'sha abone qilish uchun ya'ni 10.000 rubl bo'lishi kerak ekan minimalni. Bu yerda esa ikkinchisida 1000 rubl bo'lsa ham bo'lar ekan. Uchinchisi esa 500 rublga abone qilib berishga tayyor ekan. Mecha. Mana shu Mechadan men o'tgan videolarda ham mana shundan pul chiqarganman. Men ko'pincha mana shundan pul chiqaraman, chunki bu vapishim tez. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Xo'p, ustiga bitta bosamiz. Endi esa Product USDT ni bosamiz. Va Max ni bosamiz pastda turibdi. Va pair hamyonimizni qo'yishimiz kerak. Добавить rekvizit bosib turib pair hamyonimizni yozasiz. Masalan, добавить rekvizit va bu yerga pair hamyonimizni yozsangiz, o'sha avtomatik shunaqa paydo bo'lib qoladi. Mana menda xuddi menda bor pair. O'shanisiga bosaman. Bo'ldi mana. Xo'p, bu 3350 rubl bo'lar ekan. Agar o'tkazib berayotgan bo'lsa, bizning balansimizga xolos bir ikkita komissiyalar bilan shunaqa bo'lar ekan. Xo'p deymiz, so'zda slerkani bosamiz. Va bu yerdan kod terishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, xohlagan kodingizni berasiz. Va bo'ldi mana. Endi buni o'sha stelkani, ya'ni bizni переводimizni qabul qilish kerak. Ozgina kutamiz. Mana kutish ham kerak emas. Aytganimdek, bu juda ham tez. O'zi sarazi qabul qildi. Endi esa hozir bizga pul tashlash kerak. 3350 rubl. Qachon biz pul tashlab bo'lgandan keyin biz unga monetalarimizni o'tkazamiz. Ya'ni bu yerda hech qanaqa aldov bo'lmaydi. Agar siz monetalarni o'tkazmayman deyotgan bo'lsangiz ham, buni ham iloji yo'q. Masalan, bu pul tashlaydi sizga va PHMga pul tashlagandan keyin sizda baribir dollar turadi. Balansingizda o'shani o'tkazib bermasangiz, siz ishlata olmaysiz hech qanaqasiga bu pullarni. Ya'ni bu yerda umuman aldov yo'q demoqchiman bu gapim bilan. Mana pastda biz telkani bosamiz, o'sha bizga pul tashlabdi. Hozir payga kirib ko'ramiz. Va mana ko'ryapsiz, 3350 rubl rovna yetib keldi bizga, ya'ni bizga tashlab berdi. Endi esa botga o'tib olamiz. Va bu yerdan оплата полученияni bosamiz va o'sha siz qabul qildingizmi, sizga dollarlarni unga o'tkazib beraveraylikmi deydi. Mana shu yerdan dani bosamiz. Da ya оплата получена deydi. Перевести покупатели monetani bitta bosamiz va bizni haliginda qo'ygan parolimizni yana boshqadan terishimiz kerak bo'ladi. Hozir mana boya tergan parolni yana teryapman va bo'ldi. Va mana bo'ldi. Bizni o'sha stelkamiz yopildi. 14-iyun mana sanalarigacha esda qolindi. Ya'ni 27-minutning 17-sekundida deyapti. Stavit adjust deb turib bu yerdan xohlagan odzifingizni yozishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Bu yerga esa spasiba deb yozib qo'yamiz. Va bo'ldi mana. Endi esa bo'ldi. Tugadi. Ya'ni bizni pullarimizni chiqarib oldik. Mana bu yerda men juda ham ko'p bu botdan pul chiqarganman. Mana bu qizillar покупатель, ya'ni ular meni qabul qilmagan, shuning uchun men chiqib ketganman. Shuning uchun qizil bo'lib qoladi. Anchagina pul chiqarganman bu botdan. Boshqa kashlok sifatida ham foydalansangiz bo'ladi bu botdan, chunki bu yerda hozir Open Wallet'da olsangiz, sizdan mana kashlogingizda hamma valyutalar bo'ladi. Hamma valyutalar poполнить qilasizda, mana shu yerga tashlab olasizda, tashlaganingizda sizga dollar bo'lib tushadi yoki dollarga almashtirib olasiz. Keyin esa bemalol pair raqamingizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Masalan, pair identifikatsiyani o'tmaganlar bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rasizlar, MMH, PP, bir nimalar, xolos Dogus hammasi bor mana. Eng muhimi USDT, mana TRK, ERK, BPM hammasi bor. Bemalol kirib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Hamma botlar manzili Telegram kanal tashlab qo'ygan bo'laman. Botni ham manzili Telegram kanalda bo'ladi. Kommentariyada esa Telegram kanalda manzilini zakribet qilib qo'ygan bo'laman. Sizlar bilan internet money kanali bo'ldi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalar mazza qilib pulni ishlaylar.